Joriy yilning 27-yanvar kuni davlat rahbari raisligida Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda poytaxt va Toshkent viloyatida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar belgilab berildi. Mazkur topshiriqlar ijrosi doirasida Zangiota tumanida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda ayniqsa bolalar xavfsizligini kuchaytirish bo'yicha keng ko'lamli amaliy ishlar olib borilmoqda. Tafsilotlar galdagi lavhamizda. Yo'l harakati xavfsizligi inson hayoti va salomatligini asrashning muhim omillaridan biridir. Ayniqsa maktab yoshidagi bolalarning yo'l harakati jarayonidagi xavfsizligi doimiy e'tibor va nazoratni talab etadi. Zangiota tumanida xavfsiz muhitni shakllantirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Avvalo avtomobil yo'llaridagi eskirgan yo'l belgilari va ustunlar yangilandi. Yetishmayotgan belgilarning o'rnatilishi ta'minlandi. Bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida maktablar oldiga zarur ogohlantiruvchi va cheklovchi yo'l belgilari o'rnatildi. Yo'l bo'yida joylashgan ta'lim muassasalari alohida nazoratga olinib, o'quvchilarning maktabga kelib ketish vaqtlarida yo'l patrul xizmati inspektorlari biriktirildi. Shuningdek, tumandagi 39 ta maktabdan 80 nafar ko'ngilli fuqaro yo'l posbonlari safiga jalb etildi. Bugungi kunda ular ta'lim muassasalari oldida harakat xavfsizligini nazorat qilishda yaqindan ko'mak bermoqda. Maktablarda tashkil etilgan yo'l harakati qoidalarini o'rgatish sinfxonalarida o'quvchilarga amaliy mashg'ulotlar o'tkazilib, yo'llarda to'g'ri harakatlanish ko'nikmalari shakllantirilmoqda. Aholidan kelib tushayotgan murojaatlar ham e'tibordan chetda qolmayapti albatta. Xususan yuk transport vositalari harakati oqibatida yo'llarning ifloslantirilishi bo'yicha kelib tushgan murojaat asosida mas'ullar tomonidan joyiga chiqib o'rganish ishlari olib borildi va aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli choralar ko'rildi. Bundan tashqari yo'l transport hodisalari tahlili hamda fuqarolar murojaatlari asosida nazorat reyd tadbirlari muntazam tashkil etilmoqda. Haydovchilik guvohnomasisiz, hujjatlarsiz hamda mast holda transport vositasini boshqarish kabi qo'pol qoidabuzarliklarni aniqlash va oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda.